Uyingizga mehmon kelganda bir donadan olib kirsangiz, yana bormi deb so'raydigan shirinlik tayyorlaymiz. Buning uchun bizga bitta shokolad, bitta banan va shunaqa men tayyor xamirlardan foydalanib, xamirlarni yoyib olamiz va shokoladlarni shunaqa har bittasini bo'lib chiqamiz. Bananlarni ham pare-pare qilib bo'lib olamiz va xamirimizni yoyib, chiroyli qilib forma beramiz. Menda 14 tami shunaqa chiqdi adashmasam. Juda yupqa qavarmeli xamiri shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Va xamirimizni bir xilda to'rtburchak qilib bo'lib olganimizdan keyin ichiga shokolad bilan bananlarni bitta-bitta qo'yib chiqamiz va bir yoq tarafini yopib, yaxshilab bosib, uni ustidan vilkada yonlarini ham yog'ini bosib chiqamiz. Shokoladlari erib ketmasligi uchun shunaqa qilib bosib chiqsanglar yaxshiroq bo'ladi. Va shunaqa chiroyli qilib forma berib olganimizdan keyin ustiga tuxum surib 180 gradusga 20 minutga duxovkaga jo'natib yuboramiz. Ishib shunaqa zo'r bo'lib pishib chiqadi birpasda. Bunga kerakli bo'lgan mahsulotlarning hammasini har doimgi deyman, Korzinka Go'dan zakaz qildim. Eshigingiz tegicha olib kelib beradi. Hozir zo'r aksiyalar ketyapti. Birinchi 3 ta zakazga 90 ming so'm skidkasi ham bor. Albatta sizlar ham Korzinka Go'dan foydalanib ko'ringlar. Pishirig'imiz shunaqa pishib chiqqandan keyin ustini xohishga ko'ra bezatasizlar. Like bosib qo'ysangiz xursand bo'laman.